Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan IDC'ni birinchi qismini, birinchi mavzudan 0 dan boshlab to A+ darajasigacha erishguncha ish olib boshlaymiz. Demak, birinchi mavzusida nima deydi? IDC'ning birinchi mavzusi, xo'p, natural sonlar va ular ustida amallar deydi. Demak, o'zi mavzu haqida birinchi olib turib gaplashsak. Natural son nima? O'zi hayotda natural son nima kerak degan savol bor. Natural son bu o'zi sanoqli ishlatiladigan sonlar aytiladi. Demek natural sonni sanoqda ishlatsak, hop, natural sonni cheki bormi? Yo'q, cheki yo'q. Chunki biz sonni oxirini ko'rmaganmiz. Shuning uchun biz natural sonni sanoqda ishlatadigan sonlarni aytsak bo'ladi. Endi natural son ham bir turi bor. Bu raqam degan. Raqam. Hop. Raqam nima? O'zi masalan hozir telefondan foydalansak, hamma telefondan foydalanadi. Parol qo'ygan. Parolda 0 dan to 9 gacha yozilgan. Demak, raqamlar ham shunday. Prosta raqamlar ham 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va 9. Demak, raqamlar 10 dan avval 0 dan to 9 gacha belgilangan. Xo'p, endi raqamni o'zi ham 2 turga bo'linadi. Demak, raqam 2 turga bo'linsa, bu birinchi turi. A turi desam, bo'la toq. Toq raqamlar. Chunki odamga yoqmaydigan narsa bu toq deyiladi. Toqlar 1, 3, 5, 7, 9. Gözümüzə görünsə bu yoqmaydigan sonlar bu 1, 3, 5, 7, 9. Bular endi gözümüzə qadran bu. Ya'ni ikkinchi turi juft. Juft, uzr. Juft raqamlar. Juft raqamlar no. Juft raqamlar bular 0, 2, 4, 6 va 8. Demak, shulara juft raqamlar deyiladi. Endi bular ustida amallar ham bir ko'rib o'tsak. Misollarni ham bir ko'raylik endi, faqatgina mavzu tushunmang. Xo'p. Misollarni ko'radigan bo'lsak, birinchi misolda o'zi ham zo'r misol berilgan. Birinchi misolda 18 minus 3 ko'paygan 2. Demak, birinchi 18 ni o'zi turadi. 18 minus 3, 2, 6 olsa, 6 ni olib qo'ysak, 12 degan javob to'g'ri keladi. Keyingisi 5. 5-chi misol. Salar daraxtga yurishaman, hammasi bir xil почти. 27 dan 3 ga bo'ldilar, 27 ni bo'ldilar 3 ga, qo'shdilar 4 ga, ko'paytirdilar 7 ga. Demak, 27 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsam 9, qo'shaman 28. Shunda 37 degan javob to'g'ri keladi ekan. Xo'p, 10-misol. 10. Nima deyilgan? 18 ko'paygan 7 ayrilgan. Xo'p, 13 ko'paygan 13 ko'paygan 12 minus 5 degan. Xo'p, 18 ni birinchi 7 ga ko'paytirib bersam 126 ayraman 13 ko'paygan birinchi bo'lib turib qavs ishlansa, hop, 12 dan 5 ni ayiradigan bo'lsam 7. Demak, 126 dan ayirishim kerak ekan 91 da, shunda 35 degan javob to'g'ri keladi ekan. Keyingisi 15. 15 ni ko'radigan bo'lsak, 15. Xo'sh, bu yerda 120 ni bo'libdilar 12 ga, 120 ni bo'libdilar 12 ga, ayiribdilar. Hop, 169 ni bo'libdilar 13 ga, 169 ni bo'libdilar 13 ga, ayiribdilar 12 ga. Demak, 120 ni 12 ga bo'ladigan bo'lsam 10, hop, minus, hop, 169 ni 13 ga bo'ladigan bo'lsam minus 169 ni 13 ga bo'ladigan bo'lsam 13 ayiraman 12. Demak, 10 dan 1 ayirib qo'yarsam 9 degan javob to'g'ri keladi ekan. Xo'p, dan o'taman endi 21-misol. 21-misol nima deydi? 21-misolda 1, 2, 3, 4, 5 tane 12 bor ekan. 21. Demak, 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12. Hop, 5 tane 12. Hop, mana oddiy bir usuli faqatgina 5 tane 12 ni qo'shib o'tirmay, faqatgina 12 ni 5 ga ko'paytirib qo'yargan ma'qulroq. Demak, 12 ni 5 ga ko'paytirsam, shunda 60 degan javob to'g'ri keladi ekan. Hop, 26-misolda nima deydi? 26. 26 da 17 minus 6 plus 17 minus 6 plus 17 minus 6 shu davom etibdi. Plus 17 minus 6. Shu 48 marta takrorlanadi. 48. Demak, 48 marta takrorlangan bo'lsa, har 2 dan 1 danasi 48 emas, hammasi o'zi 48 dan ekan. Demak, har biri 2 dan 1 bo'ladigan bo'lsa, beri 11 bo'ladi. Demak, har biri 2 dan 1 bo'lgancha 11 ni ko'paytiraman, 48 2 ga bo'lib qo'ysam 24.
Demek 264 degan cevabımız doğru geladi ekan. Hop, 28-ci misal. 28. 28-ci misalda nə deydi bu? 28 60 plus 60 60 60 plus 60 plus 60 yani devam etibdi şu 2400 nədir? Xoş, 2400 ekan. 2400. Demek neçədən 60 balıqdan tapışımız üçün az 21-ci misalda gördük. Özünü köpəytirib qoyardık. Demek bana bir ene köpəytirib qoyarımız. 60'da ene köpəytirib şunu 2400'e dengeme. Demek 60'da nə olur köpəytirsəm 2400 əlbəttə 40. Demek en tem şunda 40 ekan. Oldu. Keyingisi 31-ci misal. 31. Qulay usulda hesaplan dedi. 28 plus 42, 28 plus 148 plus 72 plus 52. Demek 0 bilen tüketişimiz gerek. Hop 28 72 koysak 100, 148 52 koşadıran olsak 200 demek 300 degen cevap doğru gelir ekan. Keyingisi 36-cı misal. 36. Hop 36-cı misalda ne olaydı bu? Hop 47 köpeygen 52 koşulan 47 köpeygen 48 deydi. Hop 50 oxşamadı. Demek ikisinden bir xillan qosdan taşqara çıxarıb beraman 47'den qosdan taşqara çıxarıb bersən, beda 47 köpeygen 52 qaladı. Plus beda 48 qaladı. 48. Demek beda 47'den öz duradı. Köpeygen 52'ye 48'i qoşadıran olsam 100. Demek 4700 degen cevap doğru geldi ekan. Keyingisine ötəmən. Bendakiler başlayı həmməsi bir xil 44 ötəmən. 44. 44-cü misalda nə oldu? Bu 44'te 67 köpeygen 43. 67 köpeygen 43. Aylanğan 43 köpeygen 37 minus 30 köpeygen 23 minus 20 köpeygen 10 deyil. Hop. İşimiz demek emanda 43 var. 43 deyişən qosdan taşqara çıxar beraman. 43 köpeygen. Demek bunda 67 kaladı. 67'de ayrama 30'du. Ayrama 30'du köpəytirəmə 23'e. Ayrama 20'ni köpəytirəmə yine 10'u. Hop. Demek bede ayrı bərədirəm olsam bede 37 edib uzur. Hop. Ayrı bərədirəm olsam 30 kaladı. 43'dü köpəytirəmə 30'a. Ayrama 30'du köpəytirəmə 23'e. Ayrama 20'ni köpəytirəmə 10'a. Hop. Beden yine 30 var. 30'du yine qosdan taşqara çıxar bərsəm. Bunda 43 minus 23 minus 20 köpeygen 10 deyil. Hop, bedem işe versem bundan 20 kala, 20 kaladı. Demek 30'da 20'yi köpəytirəmə, 30'da köpəytirəmə 20, ayrama 20'yi köpəytirəmə 10'a. Demek ikisinden 20 bağlı için 20'ni kostan taşqara çıxar versem, 30'dan 10'la ayrı bərədirəm olsam 20 yine, 20'ni 20'yi köpəytirə versem, şunda 400 degen cevap kaladı ekan. Hop, keyinki misal, hop 47-ci misaldan olaydı bu. 47. Zor marker yazmay kaldı. Marker alıp vermesem. Hop. 47-ci misal. Bolaning yoshi onasining yoshidan 24 ga kam. Otaning yoshi esa onanikidan 5 ga ko'p. Agar bolaning yoshi 12 da bo'lsa, otaning yoshini top. Demek bola, ona, ota. Ota bo'ladigan bo'lsa, hop, bolaning yoshi onasinikidan 24 ga kam dedi. Demek imunikinin 12 yaşdayken bala, demek onasiniki bolasiniki 24 ga ko'p bo'lishi uchun demek bu 36 bo'ladi. Hop, otaniki ne dedi? Otasi 5 ga ko'p. Bo'ldi. 36 ga 5 qo'shib qo'yamiz. Demek 41 yaşdayken ota. Keyingisi 50 misal. 50. 50 misalda ne dedi? 12 da defter uchun, 12 dan defter uchun 48 ming so'm. 48 ming so'm sarflanibdi. 14 ta defter uchun necha so'm turadi? Demek 48 mingni 12'ye bölüp veremiz. Defter şunda 4 ming so'm bo'ladi. Endi 14 tane defter tapish uchun ikki tarafdan 14 ta ko'paytirib berib yazsam 56 ming so'm bo'ladi ekan. Zo'r. Xo'sh, keyingi misol. Bu da 61-ci misol. 61. 61-ci misoldan olaylik. Hop, tengsizlikka to'g'ri keladigan bo'lsak, tengsizlik no. Agarda tengsizlikda ochiq taraf sizga qaragan bo'lsa, bu katta tarafdan. Demek hozir ukangiz bilan siz durgan bo'lsangiz, tengsizlikda shuni masalan inob ishorat duradi. Uch tarafi, bir de ukangiz, bir de o'zingiz. Hop, ukangiz sizdan kattami yoki siz ukangizdan kattami degan savol berilsa, ochiq taraf sizga qaragan bo'lsa, demak siz kattasiz. Agarda sizga strelka taraf qaraydigan bo'lsa, bu siz kichkinasiz degan ma'noni beradi.
Demek bundan berilgen ekan. Birden kichik yoki teng, kichik yoki teng degandan o'tib berish kerak. Demek ukangiz emas, endi bu jo'rangiz degan narsani ko'ramiz. Jo'rangiz. Demek jo'rangiz siz bilan teng bo'lishi mumkin. Sizdan katta bo'lishi mumkin. Ya bo'lmasa siz jo'rangizdan katta bo'lishingiz mumkin degan savoldan berishi mumkin. Demek 61 dan shunga ekan. Birdan kichik yoki teng, en kichik yoki teng ekan 9. Demek 1 dan 9gacha degan javob olib biladi bu. 1 dan to 9gacha. Xo'p, keyingisini o'tamiz. Tengsizlik. Quyidagi berilgan qatorda nechta son mavjud deydi? 67-misol. 67. Demek 5 dan to nechagacha? Xo'p, 100gacha berilgan ekan. Agarda shunga tipda misol beriladigan bo'lsa, xo'p, oddiy bir misoldan ko'raylik. 1 dan to 9gacha dana son bor deydigan bo'lsa, bu hamma biladi, bu 9 dana. Demek bunu 9 dana ekanligini neden topamiz? Xo'p, oxirgisi 9 bo'ladigan bo'lsa, boshidagisi 1, shuna qo'shib qo'yamiz 1. Demek 9 dan 1 ayırsak 8, 1 de qo'shsak yana 9 degan narsa bo'ladi. Demek 3 formula bilan tushadi, ya'ni m dan boshlanib, shunda n bilan tugaydigan sonni topish uchun n minus m plus 1 degan formuladan foydalanamiz. Demek bundan formuladan foydalansak 100 dan ayıramiz 5 ni, qo'shamiz 1 ni. Shunda 95, 1 de qo'shsak 96 degan javob to'g'ri keladi ekan. Demek bunu sizlar screenshot etib olasizlarmi? Yozib olasizlarmi? Endi bu sizlar ixtiyorlaringiz, men o'chiraman demak. Xo'p, agarda shunday tipdagi misollar chiqmay qoladigan bo'lsa, yo bo'lmasa tushunmay qolgan joylaringiz bo'ladigan bo'lsa, Telegramda Xurshid Ustoz degan Telegram kanalimiz bor. 4000 dan ziyod obunachimiz bor edi, adashmasam. Shu kanalga yozsangiz o'zimiz har bir misollarni ko'rib berib, tekshirib olib beramiz. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak men keyingi misollarga o'taman. Xo'sh, banda hisoblang deydi. Bu ham hisoblaydigan misol o'zi yo'q. 71. Bir uzunroq ekan, sal boshqasini o'tamiz, bir xil bor. 75. Misolda 2 ko'paygan 10.000, 2 ko'paygan 10.000 plus 4 ko'paygan 10 degan. Xo'p, 2 ni 10 mingga ko'paytiradigan bo'lsam, 20 ming oladi. 20 mingga 40 ni qo'shadigan bo'lsam, 20 ming 40 degan misol foyda bo'ladi desam, birdan ko'proq yozayapman, uzr. Demak, 20 ming 40 degan javob bo'ladi. Endi 76. 82 ming 32 meri, 87 ming 32 ekan. 87 ming 32 ni topishimiz uchun xona biletlar ko'rinishini yozamiz buni. Demak, 8 ko'paygan 10 ming, chunki 80 ming bo'ladi. Plus. Demak, 7 ko'paygan 1000 plus, endi bu 0 bo'lgan uchun 0 shart emas. Shuning uchun 3 tolaman. 3 ko'paygan 30 plus 2 ko'paygan 1. Xuddi shu tipda, ya'ni 75-misolda berilgan tipda bo'ladi. Keyingi misol olsam 81. Eng kichik 3 xonali son bilan eng katta 2 xonali son yig'indisini top deydi. Topamiz 81. Demak, eng kichik 3 xonali son bo'ladigan bo'lsa, bu eng kichigi bu 100. Eng kattasi bu 9 lekin hozir bizlar eng kichigini so'ragan. Endi eng katta 2 xonali son. Eng katta 2 xonali son bo'lsa bu 99. Demak, 199 degan javob to'g'ri keladi ekan. Xo'p, keyingisini o'tadigan bo'lsam, bu yerda 85-misolni ko'ramiz. 85-misolda turli raqam bilan yozilgan eng kichik 3 xonali sonni yozdik. Eng kichik 3 xonali son bu 102. Demak, agarda hozir biz ko'rdik, turli raqam bilan yozilishi kerak bo'lgani uchun 1, 0, 2 takrorlanmagan, demak bu turliga kiradi va eng kichigina kiradi. Agarda hozir bu yerda men 100 ni oladigan bo'lsam, 100 bo'lib bilmaydi, chunki raqamlar takrorlanadi. 2 marta 0 bor, demak buni olib bo'lmaydi. Bundan ham kichigi bormi? Yo'q. Hozir 101 ni yozadigan bo'lsam, bu 101 2 marta yozildi. Shuning uchun 102 degan sondan foydalanamiz. Keyingisi 93-misol. 93 misoldan olaydi bu. 12 ta sonning yig'indisi 100 ga teng. Demak, 12 ta sonning yig'indisi 100 ga teng. Agar bir qo'shiluvchi 5 ga ortsa, yig'indi nechaga ortadi? Xo'p, agarda mana formulasini o'rganamiz. A plus B teng S bo'lsa, A bu qo'shiluvchi. Demak, bu ham shunga teng. A, B ikkisi bir xil. Ikkisi ham qo'shiluvchi, chunki hozir qo'shiluvchilarni o'rnini almashtiradigan bo'lsam, hech qachon o'zgarmaydi.
Demek hozir 5'e 4 qo'shsam 9, 4'e 5 qo'shsam baribir 9. Demek o'zgarmaydi. Yig'indida hech qachon o'zgarmaydi, ko'paytmadan o'zgarmaydi, lekin bo'linmada o'zgaradi. Shuni eslab qolamiz. Bo'linma va ayirish amalida o'zgaradi. Demek a va b faqatgina qo'shiluvchi bo'ladi. S esa bu yig'indi bo'ladi. Yig'indi. Demek yig'indi qanchaga o'zgaradi? Bir danasini 5 orttiribdilar, demak yig'indi 5 ga ortadi. 5 ga ortadi. Tugan. Keyingisini o'tadigan bo'lsak, 196 ni ko'ramiz shunda. 96. Isroq bosilib turibdi. 1 dan 99 gacha bo'lgan sonlar ketma-ket yozildi deydi. Son bir xil son kabi yozildi deydi. Demak, 1234 davom etib shunda necha xonali sonlarga aniqlaymiz. Olmaymiz. Demak, 1, 2, 3, 4, 5 shu davom etibdi. 97, 98, 99. Shuncha xonali ekanligini hisoblashimiz uchun azbeda 10 bilan 11 ni yozadigan bo'lsam, bu yerda 4 xonali son. Demak, 1 dan to 9 ga yozadigan bo'lsam, bu 9 xonali. Demak, endi 10 dan to 99 gacha nechadan son bor? Shu aniqlasak, bu yerda 90 dana son bor. Demak, ba'zi 2 dana son yozganimda 4 xonali bo'ldi. Demak, 92 ga ko'paytirib, jami ina bu 9 dan qo'shib qo'yarsam, 189 degan 189 xonali degan narsa kelib chiqadi. Xo'p, 98. 98. Hop, 98-misolda o'quvchi bir kunda bitta, 2 kunda 2 ta, 3 kunda 3 ta masala yechadi va hokazo. U dastlabki 20 kunda jami nechta masala yechgan deydi. Uni topish muammo emas-ku. Demak, dastlab 20 kunda necha dana misol yechganligini ham topamiz. Xo'p, birinchi kunda 1 dana, ikkinchi kunda 2 dana, uchinchi kunda 3 dana, 3 deng shuni. Demak, har birisi 1 ga qo'shilib boyatir. Demak, 20 kundan necha dana ishlash uchun 20 sini qo'shib chiqamiz. Albatta, hozir bir qo'shib ko'ramiz. Demak, 20 kunda 1 plus 2 plus 3 plus 4 va hokazo to 9 gacha. 1 dan 9 gacha qo'shadigan bo'lsam, 45 plus endi 10 plus 11 plus 12 shuni qo'shib chiqadigan bo'lsam, shunda 19 plus 20. Demak, hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsam, 10 dana ko'p bo'lgani uchun 145 plus endi 20. Demak, qo'shib chiqadigan bo'lsam 190 215 degan 215 ta misol yechibdi. Xo'p, bundan tashqari yana misol bor, 1-2 misol bor ekan, ular ham xuddi shu tipda bo'ladi. Demak, bugungi mavzumiz sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi mavzularda sizlarni kutib qolamiz. Agarda misollarni chiqmay qoladigan bo'lsa, Telegram kanalda sizlarni kutib qolamiz. Shu bilan mavzumiz tamom. Xayr.